berib suiqasd. Buningga ikki qacha alayli desam, unimidi. Bir qachon ichib bo'lolmayman. Sizli iching, mening qo'sqim to'q. Shuning bilan bir qacha suiqashni filishib o'tirib tang ichdik. U bir cho'ka, men bir cho'ka. Boshqalarning sovuq titrab ketayotganligini ko'rsak, Uni sovuq emas bu. deyish. Bir-birimizning bilaklarini tutib boqdik. Uning bilagi muzlab ketdi. Lekin desam, qat'iy bo'lmaydi. Mening biligimni tutib beqib, Siz to'ngib ketibsiz. At zukamdab qolmang yana. deganda, menmi uni? Nada to'ngmayman. Yuragim shundoq illiq. Hanim bo'lsa, kelgusi millatning onasidan biri to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Uni yaxshi ko'radigan yoki ko'rmaydiganligini bilmayman. Kechda uning uyiga berib qoldik. Uni quchoqlab shundoq rahat uxlabdiman. Atis qopib, ikkilamiz zukam. Shundoq qilib, necha kundan keyin u qo'l arabasidan birini ilib, atigini meychi bozorga berib, olma, nashbut, bananlarni to'psatib bilib, savdo bozorda parcha setib, bir obdan savdoning ipiga kirib oldi. Dastlab uni elqi joyda ko'rganlar ko'zi kirib olib, bo'za qildi. Buni u menga demadi. Balkim o'zining yuzidan mening yuzimni ayab demagan bo'lsa kerak. Buni savdo bozorda raqsatadigan og'inimda anglab qoldim. U bizning bir necha qatam to'rxonada birga o'tirganimizni ko'rgan edi. Anglab bek chiqib keldi. To'g'ri ish qilmaganda qaring yo'q. Berib ko'nglingni ochib kelsan. Hamda bir halol ovqatga kirishib, o'zining jinni jon etyapsa, og'zimdan har xil gaplar keladi o'ylasam. U raqsatadigan og'inammi 12 yosh vaqtidan boshlab savdo qilgan bo'lib, jamiyatga bolalar bilan munosabati yaxshi edi. Shunga uning g'ijikilab, boshqalar uni avar qilmasin. Bir yurtlikning yuzini qilib bir qadim o'tkazib yetay. Yana bo'zaq qilsa mendan yaxshi kun ko'rmaydi. Ma'bdi g'ayrat shundoq dedi deb qo'y, dedim. Keyin Hasan Pajoqdan so'rasam, o'g'ir yanchiqlarimi uni bo'zaq qilmas bo'ldi. Har kuni men ishdan tushishim bilan u telefon qiladi. Birga tomoq yeb, to'rxonaga kiribla munbarni ochdik. Uning Uyg'ur xat bilishni, kod paranglashni, o'yin o'ynashni ish qilib zerikmaydigan ishlarni o'rgatdim. Uning qiziqligi yuqori tezda o'rganib oldi. Birer kun ishim chiqib kirmasam, bir mo'nch qat qoldirib qo'ydi dedi. Keyincha munbar uni bek ta'sir qildi. Uning gap so'zlarini his qildim. Munbardagi bilimlik, madaniyatlik, ilg'or ideylik yoshlarimizning o'tkir fikrlari, jamiyat, millat, yurt, qiz, ona haqidagi mulohazalari uni xeli o'ylantiribdi. Mening umid qilganim shu edi. Kunda uning bilan birga bo'lib, men uni bir kun ko'rmasam chiday olmaydigan bo'lib qoldim. Ko'nlarning kuygan yomonmi, ko'nganmi degan so'zi haqiqatan to'g'ri ekan. Uningga ko'nib qoldim. Bir kun ishdan tushib, yana boshqa ishim chiqib qolib, uning bilan ko'rishalmadim. Ertasiga o'yginimga telefon qilmadi. Og'rib qolganmidi? Yiliq so'ymalar yana bo'zaq qildimi yo? Savdo sanoatni boshqaruvchilar mollarni musodara qilgan bo'lsa, menga telefon qiladi. Tugimas tashvishlar ichida bir haftadan keyin uningga telefon qilsam, bu nomer to'xtatib etildi deydi. Texmi ansirab uyga borsam taqoq. Uy egasini so'rasam, bir hafta ilgari uyni qaytarib ketdi. Nega borganligini demadi demasmi? Beshimga bir chelak sovuq suv qo'yganda qitib qoldi. Ko'nglim bir narsa sezgandek udul to'rxonaga chapdim. Ko't-ko'timni ichibla yeli chiqib ketgan topdek bo'lib qoldim. U menga muni so'zlarni qoldirgan edi. G'ayrat. Men bu umrimda eng xushal bo'lgan, o'zimni eng baxtli deb o'ylaydigan ish sizni uchratganim. Mening xato yo'ldan qaytishimga yordam qilganingizga, menga haqiqiy muhabbatni his qildirganingizga ko'p rahmat. Men bilaman. Biz gerçi muhabbatlashishga intayin mos kelsak-mu, ammo halol er-xotin bo'lolmaymiz. Mening sizga xotin bo'lishga salohiyatim to'shmaydi. Sizmi meni anmaysiz haqiqatan? Meni jinim xotin, sat xotin deb erkilatishlaringizni. Billa sayli qilgan yomg'irli tunlarni mangu eslab turaman. Sizga ko'z tegmaslikni har vaqt namozimda Allohdan tilayman.
meni izdiman. Bekar avar bo'lasiz. Men ota-onamning yeniga qaytib berib, siz degandek ularning roziligini erishishga tirishiman. Allah sizni o'z panohida saqlag'ay. Salomat bo'ling. Uning xatlarini qayta o'qidim. Ko'zlarim emir-jimir bo'lib, ballarimning og'riyotganligini his qilganda, ondan asta turib, biz birga yomg'irda sayl qilgan, birga tomoq yegan joylarga, to'rxillarga berib uni izladim. Uning rostilla kelmasga, balkim mangu kelmasga kelganiga ishongim kelmaydi. Shu chaqlarda uning o'zimning hayotining bir qismiga aylanib bo'lganligini cho'nqir his qildim. Odam nima degan to'da? Doim yo'qotgan chaqda eslaydi. Shundaqdim uning to'satdan telefon qilib, "Jinim, sizdan qandoqmi ayrilib ketishga chidayman? Chaqchaq qilib qo'ydim" deb oldimda paydo bo'lishini umid qilardim. Lekin kot-kot qoldirgan xatlarni o'ylasamla, bu xiyollarim ko'pik aylanadi. Mingib uning bilan dastlab tanishgan joyga keldim. Yo'lning o'chida turib, u yerga qarab uning bilan tanishgan chaqlarni, birga yomg'irda sayl qilgan, bir qancha suiqashni tam ichgan chaqlarni tatib, uning eng oxirida men qoldirgan xatlargacha o'yladim. U yerga kirib so'rab baxmoqchi bo'lib, darhol nidimni yandim. Chunki men uning undaq yerga qat'iy qadam bosmaydiganligini bilaman. Uningga ishinaman. Shularni xiyol qilgach, ko'zimdan ikki tomchi oqib tushdi. Qiz bola uchun ko'zimdan ikkinchi qatim yosh chiqdi. Ovozni qo'yib o'tib yig'lagandagi azob, unsiz yig'lagandagi azobning oldida hech nimaga dal bo'la olmaydi ekan. O'ylab baqsam, tunji yaxshi ko'rgan qizimning og'zidan o'zining qizligining buzilganligini anglagan chaqdagi hissiyot azob emas ekan. Men azobni endi eslayapman. Uningdan mangulik ayrilib qolishga chidamaydim. O'ylab, oxiri bir qarorga keldim. Torxonaga ushqandek berib, ko't-ko'timni ochdimda, uningga xat qoldirdim. Seni olaman. 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 Pahish qizning muhabbati. Mazkur asar Salkin munbirdagi Abdusalom Qaharning Pahish qizning muhabbati nomli asari bo'lib, Salkin To'rbekti bilan To'qqizsaroy ovoz tahrirlash ishxonasi hamkorlashib, ovoz qilib tayyorlagan. Asarning ishiltish huquqi Salkin To'rbekti va To'qqizsaroy To'rbektiga tava. Amgikimizga hurmat qiling. O, ketgandan keyingi kunlarim uning bilan birga bo'lgan minutlarni eslash, uningga sig'inish bilan o'tdi. O'z-o'zimga tasalli berib, u cho'qim qaytib keladi deydim. Uda bir oy kunni to'rxonaga berib uning so'z qoldirib qo'ydim. Lekin uningdan qaltis sada yo'q. Mening o'choqlarga siyatimni ayolishning ta'min etib baqqanlar cho'qim tushunadi albatta. Burungi xizmat o'rnimdan chiqib, uning bilan tanishgan joyga yaqin yerda ishladim. Bizning binoning 3-qavatda tozliq uyi bo'lib, tozliq uyining darasidan bu gunoh ko'chasini aniq ko'rgili bo'ladi. Qator ketgan 10 necha do'konning hammasi shunday joy edi. Ba'zilari muncha, ba'zilari kinoxona, ba'zilari sovuq ichimlik do'koni, ikkisidagi viviskisi yo'q, ochiq oshkor holda tijorat qiladi. Har kuni 5-6 navbat tozliq uyiga chiqib, tomoq chekkach bu yerni kuzataman. Bu yerga odamning har xillari kiradi. Go'yda yosh bolalarning kirib ketayotganligini ko'rsam, ularga echinib, derazadan beshini chiqarib, to'lab, ularning keyni giyinishga undigim keladi. Beshiga do'p kiyib olgan, soqoli maydisi bor. Yo'l mengishim xali tas tushadigan, bir puti go'rga sangilganlarni ko'rsam, ichim ochiq bo'lib, yig'lab, ularga yolvorgim keladi. Balkim ularning xotin bolasi emas, navri chavirsi bordi. Ko'nglimda bo'lsa, turmush o'chqida tovlanganlar chig'ida bundaq yerdan shu ishdan mehrni uzalmay olsa, xam yoshlarning kelishimi pek ayib emaskan deb qoladi.
Bir qatam bir mo'ysipit, beli möhchaygan odam beshida do'ppa, olchanglab mang'an kirib ketyotdi. G'azabim toshdi. Gerçi yaşanganlarning kirishini tunji qatam ko'rishim bo'lsa-mu, uni bir qatam bo'lsa-mu to'sib olish xayoliga keldim. To'satdan bir ommaviy hojatxonadan bir xanzu chiqib, qo'li bilan kirishga imo qildi. Tova. Boyatdan beri yo'lni o'nglab mang'almayotgan odam endi oldi-keyniga qaramay yejib, yugurganicha kirib ketyapti. Qara. Xiyolimga munbarlarda yo'llangan millat, kelgusi, yurtimiz to'g'riliq yozilgan temalar keldi. Lekin bahada kelishilmagan bo'lsa kerak, birdamli yenib chiqdi. Va balkim u yerdagilarni yaratmaganda. Qaramoq u yerdagilarning hammasining yeshi cho'ngroqda qiladi. U yana ma'ndi. Kinoxonaning oldiga kelishiga bir chaqirmoqchi bo'lib edi. Derazadan beshimni chiqarib to'ladim. Oy cho'ngata. Turpanda dadamizning cho'ng odamlarni cho'ngata deb ataymiz. Udildiksi kirsizlar. U yan qarab, bu yan qarab, oran deganda mening turgan o'rnimni bildi. Va bilmagan qiyobatga kirib olib, "Nima deysiz?" Zarda bilan teximillik to'ldim. Udildiksi kirsizlar. Shundoq o'moq, navrilarga o'xshash chiroyli satanglar bor. Shularni o'ynimizlar boshqasi bekor. Uningga chachib qarab edim. Men hojat qilib olaydigan. Deb bir nimalarni o'donshig'inicha tez qadam bilan o'qishdan atrofga shart-shurt qarab qo'yib ketib qoldi. Uning shu topdagi turqi shundoq kulkilik ham echinishli edi. Kundagi uzdiman. Bu yerga sut sotadigan, ko'mir sotadigan, men bilan tangdimatliklar, kichiklar, hatto 12-13 yoshlar o'pchirsidagi bolalarim kiradi. Ularga kichik, bilmisin. Avlar cho'ng bo'lgandan keyin tarbiya qilib bo'lmamdiganda, deb u yerdagilarga texmoch bo'lib ketdim. U yerga qaragan sir bu ishlarni o'zimning tizgilay olmaydiganligimni, o'zimning naqadar ojiz ekanligimni his qilib, jonni olqon qilib qo'yib, ichiga kirib, hammasini urib, dasib, boshqa kelganda ko'rmoqchim bo'ladi. Lekin u ishning foydasi bo'lmaydiganini o'ylasam, ho'ngrab yig'lig'im, shu yerga kirayotganlarga yelinib, yolvorib bo'lsa-mu, kirmasga da'vat qilgim keladi. Keyincha u yerga qaramas bo'ldim. O'zimga o'zim ko'ngil og'riqi deb nima qilay? Men qarab qo'ygan ozib qolmaydi undaqlar. Uning bilan tanishganga dal yettay bo'lgan kuni sal ichim pushib, ozroq ichkim kelib qoldi. So'g'uq ichimlik do'konga kirib olib, piv ichib o'ltirgach, yana ularni o'ylab xiyolga tushib ketdim. Bir chog'da biri kelib, "Adash, chaqmog'ingni berib tur-a?" deganicha mantirab kelyapti. Chiroyim qaramay chaqmog'ini tutqizib qo'ydim. "Voy, g'ayrat qilsan. Assalomu alaykum. Yopana, bakansan ha?" Beshimni ko'tarib qarasam, heliqa olim cho'ngan. Uni ko'rib, xili ko'nglim ko'tarilib qoldi. Uzundan buyon uningga rahmat demasam-mu, obdan bir mehmon qilib bilish o'yim batdi. Chunki u men Dilxumarni tanishtirdi emasmi? Gerçi bevosita u orqali tanishmagan bo'lsak-mu, ko'nglimning bir yerda uningga rahmatim batdi. Shu kuni uning bilan kirmagan bo'lsam, Dilxumar bilan tanishmaydim-da. Va alaykum assalom. O'rnimdan turib, xo'shal holda uning bilan ko'rishdim. "Yo'qolib ketding-ku. Bir yil yetib olsangmi, menga hisob deb qo'ysam, shu yerdan chiqmay yuramsan-ya", dedi u. Bu qatam uning kulgisi shunchalik do'stona ham samimiy edi. Ay, chaqchaq qilmag'ina. Ish qilib shu. O'zingchi. Cho'ngling emas, lilenje desek bo'ladi ekandi. Uning hozirgi chash posonimi o'zgarib qopti. Burunqi rambul qo'yning qo'ngidek chechini qisqartib, shundoq yarshamli qilyapti. Chehridan kulgi o'chmaydi. Balkim mijoz shundoqdir va yoki meni ko'rib xush oldi. Men hozir satrash o'ynayapman. Burunqi olim cho'ngling yo'q.
Meni hozir hamiz olim satrosh deyishidi. O'zgarib ketdim hozir. O'zini tutib olib so'zladi u. Yaxshi, yaxshi. Endi chachaldirgan bo'lsam, pulim tezib qolg'dakda meniki. Ya Allah. Qo'lim ko'ksimda jumadosh. Ularmi 5-6 dek bo'lib, so'rin tuzishib o'ltirmoqchi bo'lgan ekan. Meni so'ringa taklif qilib, og'inlarga tunishtirib, nima ichishligimni so'radi. Adash, ko'ngling nima tortdi? Aroq tamakini tashlab 5 vaqt namozimni boshlab olgan degina. Bugun bu og'inlarim yo'qlab ketdi ekan. Men kayib qilmay, sen nemishkin bo'lsa tortinmay dava. Uning gaplaridan kayfiyatim taxim ko'tarilib qoldi. Mana odam o'zgarman desa, 20 yil burun o'g'riyanchiqlik qilib, kayfni kayf ulaydigan odamdan taqvodir musulmonga nimishqa o'zgarolmagidek. Faqat oldingda tursa, ishonmay tura olmaysan-da. Ammo qandoq kishinin dasini o'zgarganligiga hech aqlim yetmayapti. Pahoy, yaxshi-g'o, akila qulongni. Uning bilan qayt qo'llashib kirchatdim. Kayfdan zerikibsan-da oxiri, dedim uningga. Nimishqa o'zgarding deb so'ray olmay. Undaq emas. O kichkini chaqirib, o'ziga ichimlik, boshqalarimizga pivo bo'rtib qo'yib, so'zini davomlashtirdi. Hey. Dadam tugab ketdi, adash. Nafsini bulishiga elib, cho'nqir uxtatib qo'ydi. Enim kichik, maktabda o'qitmasam bo'lmaydi. Apamning yesh cho'ng'ib qoldi. Aytizliqda men ishlamasam, yeydigan, ichadigan, kiydigan Xudoyim osmondan tashlab bermaydi-da. Dadamning qadri bak o'tildi. Rahmatli dadam qazo qilgan chaqda, "Olim, opangga yaxshi qara, eningga yaxshi qara" deb ko'zi yumilmay ketib qoldi. U kayfiyatini buzmay dedim-u, g'ashli qaplab turgan chiroyini silkib tashlab, zo'rg'a kulimsirab. O gaplarni deyishmayli. Aram bir ko'rishganda xushal bo'lgan paran qilayli. Uning ko'z uchqunlaridan xilijiq ishlarni beshiniga o'tkazganligini, turmushning ochchig'ini oz tetimganligini his qilib bilish tas emas edi. Keyin ayrim paranglashib olamiz adash, dedim uningga ma'nli qilib. Ma'qul, chadaq yo'q. Sorunda shundoq ko'ngilda qoldirdik. Men qadarliq bir necha yildan piv ichdik. U ichimlik ichib o'ltirdi. So'rin bir obdan ketadi. U tuyuqsiz mendan so'rab qoldi. "Hali qilmabdimlar, qandoq bo'lib ketdinglar?" U shundoq samimiy talaffuz gap qildi. Men urgan eliq pokitek muhabbati olimga deb qo'ygan bo'lsa kerak. Omo bir necha qatam bizni ko'rib qolgan edi. Shunga hayronmi bo'lmadim. Uningdan hech qanday gapni yoshirmay davatmoqchi bo'ldim. "Hey adash. Nima bilmayli qoldim. Bir obdan yurib-o'tatdik. Bir mazga yo'qib ketib ko'tkotim xat qoldirib qo'yibdi. Nima deb? Meni izdimang. Biz mos kelmaymiz. Sizni undaq aslaymanay, bundaq aslaymanay degandek. Endi shu kitob so'zlari shu. Uni yaxshi ko'ramding? Dastlab bilmagan. O ketgandek his qildim. Tunji qatim uni yaxshi ko'rib qolganimni birsiga deychi. Boshqalarmi jimjit o'ltirib bizning parangimizga diqqat qilyotdi. Yenimda o'tirgan bir og'inimiz sal qizib qolgandek turadi. "Olamsan?" deb so'radi. "Yaxshi ko'raman deganki, albatta olaman-da" dedim ikkilanmaydi. "Hamsi izdayli. Nadligini bilmasam yo." Olim birdan o'ylanib olgandan keyin ordagi sukutni buzdi. "Adash, o sana bir do'sti bilan kelganligini deganmi?" Uning bu gapini anglab, kallamga bir aql kelgandek xo'shlikdan yuragim dipildab ketdi. "Umang bu yerga bir do'st bilan tankalganini degan emasmi?"
Aşı do'stining uyini adresini so'rab olsam bo'ladi-ku. Nemishqa buni o'ylamagandim men, ha? Tova. Odam hijron qaynama olishib ketsa, kalvolishib ketirgan desa. To'g'ri. Dedim men hayajonimni bosolmay. Aşı do'stini izlasaklar uning izlarini ola olamiz. Xo'shallikdan qo'llarimni o'ylab ketdim. Voy. Mani qara. Burun o'ylamaganmiding? Xudodan tilab o'ltirding degina. Xudo san osmondan tashlab bermaydi uni. Sabr qilsin kerak emasmi? Buni hijronning o'tida yurak qoqasdek pochilinib aqldan ketish deymiz. So'rindagi bolalar bir eg'izdan so'zlab meni obdalla sagitib qo'ygan edi. Bugun bu bolalar bilan bo'libmi olim bilan ko'rishganimdan olam chiqishal edim. Amsa hozirla borayli. Uning adresini bilib olsam qancha yiroq bo'lsin boraman. Bugun bilib olsam at yo'lga chiqaman. Uning adresini bilib olgandan keyin sizlarni o'zim bir qo'llab mehmon qilaman. To'xtabdi. Sen bilmaydigan ishlar teqib bor. So'zim tegmayla, olim meni qo'limdan tortib o'ltirg'izib oldi. Shu topda bir sekundmi, menga bir soatdek bilinib o'tadi. Uning sukut o'ltirib olishiga chidolmadim. Voy, tez degina adash. Nemishlar u? Ko'nglimni bir qismini qilib qo'ydim. U tomogidan birini tutashtirib, og'izlariga bir qo'r meni qarab etib, ondaman qarab. Asli bu ishlarni senga demaydigan. Lekin uni bek yaxshi ko'rgansan. Men sen bilan tanishmasdan boshlarni anglab seni mijozingga qo'l qo'ygandim. Tanishgandan keyin seni sinab boqmoqchim bo'lgan. Ko'nglimda bazimaydigan mushuk yo'q deb o'ylaydim. O'yim xato chiqdi. Seni izlab berishga yuzim chidamadi. Chunki men seni berishni xohlamagan yerga zo'rlab qo'ydim emasmi? Endi obda uchrashib qoldik. Bom yaxshi bo'lgani. Taqdir peshona degan shu-da. Dedi u keskin qilib. Uning tezroq men bilmaydigan ishlarni deb berishga aldiraydim. Adash, meni shunchalik tushunganinga rahmat. Bu gaplarni keyin deyish olayli. Bo'ladigan gaplarni tushunmamsan. Shu turqim xuddi kichik bolaga o'xshab qolgan edi. Bolalarim bu turqim qarab kulishib ketdi. Olim menga bir bas qarayotgandan keyin hammani deb berdi. Sen eliq chog'da urgan qiz bola esingdimi? Eliq bo'l ketakmi? Undaq demajimi? Mushu oyisiz uning bilan to'y qilaman. Nima? Qandoq ish bo'lib ketdi bu? Bir tarafdan xo'sh bo'lsam, yana bir tarafdan uning gapining meg'zin deyishini umid qilib titib turardim. Hayron bo'lma. U chaqda men uni to'sib olmagan bo'lsam, u xo'jayinlarga degan bo'lsa, sana bo'sh yo'q edi. O masxaralash kulib qo'ydi. Endi chidamadim. Ay, meni gapga sevatamsan ya o'zingning ma'budini maqtavatamsan? Men bilmaydigan gap mushuma? Sal chechilib qoldim. O boshqalar bilan kulib ketdi. Ochiqin kelsa rasom qo'yib ketilgansan, ha? Odamni soz qilmoqna. O'rnimdan turib, u yerga o'zimla bormoqchi bo'ldim. Babo'g'alki o'ltirib olamiz keyinchi. Xo'sh. Voy. Adash. Chaqchaqni rast qilib olding-ku. U keynimdan kelib qo'limni tutdi. O'ltira. Bu qitim rast deb berman. O'g'il bol degan so'g'oqqan bo'ldigan. Gapni qilmay o'rnimga kelib o'tirdim. Dilxumar. Söz boshladi u. O'zingmi bilsan, chiroyliq, ham figuram qamlashgan. Bizning muhabbatni deb berishcha, u kelgan qisqa vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, nurg'un xaridorlar o'ndab keldi ekan. Lekin u kichik bolalar bilan birga bo'ldi ekan. Boshqalarga keyincha deb qo'ydi ekan. Xo'jayim avval o'zi ta'min etib beqib, undan qattiq qo'l bo'lish uchun ixtiyori qo'yib berdi ekan.
xotinni onasini uyiga olib yo'lga sepib qo'yib, uningga pichoq bilayotganda uning bilan sen tanishib qolibsan. Ham atisli opam og'rib qopti deb u yerdan yenib chiqibdi. Uning bilan to'rxonaga kirganingni bizni mobat ko'rib qilib, sana ham Dilxumar ochiq bo'lg'ach, xo'jayinga hamin debdi. Uning men ochiq bormi deyli? Dilxumarga nima ish ochiq bor ekan? Hayron bo'lib so'radim. Ayni vaqt u Dilxumarni deb mendan tayoq yegan tursa. Gap dal musha demasmi? U Dilxumarni deb sendan tayoq yesa, Dilxumar qopib sening qo'lingdan tatib agirib ketib, seni deb u yerdan buningga xo'shmi demay ketib qolgan tursa. Bilmamsa, qiz bolalar ba'zi yerlarda ba'zi bir xil bo'lib qoldi-ku. U pivini menga imo qilib. Xo'sh adash. Bugun hamma gapni senga deb beray. Aldirmay paranchayli. Bugun uyaga borman deya o'yindan voz kechgan. Ati billa bormiz. Qandoq? Men Romkini ko'tirgach, ma'qul degan ma'noda uning qishini etib qo'ydim. Endi bo'ldik mana. U bir tal tamak tutqach. Keyin ishlarni anglasang, o'zing tutib olmay qolsangda ansirayma adash. Undaq bo'lmaydi. Davagin. Bugun sizlar bilan tankitman, gapingni anglayman, dedim. Oxirini balduroq bilish uchun mundaqla deb qo'ygan edim. Yaxshi. Ma'o gaping bo'ladi. Dignaqini. Sen bilan bo'lgan munosabatni bilgandan keyin u xo'jayinning pitlir chiqib aram bermabdi. 2 yillar ochiq kelib, gapidan chiqmaydigan bir necha o'g'ir yanchiq sho'rkini savdo bozorga avatib, uni qaytirib akilishga buyuribdi. Maaşını chiqib beramiz. 3 2 ulush bo'yicha maaş beramiz deb yaxshi gap qilib beqibdi. Odatda ularga topgan pulning 3dan 1 ulush bo'yicha maaş berdi emasmi? U pulning gapini anglabmi qaytib kelishga qo'shilmagandan keyin qattiq qo'llik qilmoqchi bo'pti. Biroq sayliq Hasan pochaqqa uning qarab qo'yishni topilgandan keyin u dastlab qarshi turibdi. Sening ismingni angliz tili kalvalisi ekan. Yanchiqlar uning chiqilolmay xo'janiq debdi ekan. Xo'jayini sening qandoqligingni sho'rkilardan so'rab, nomingni, atrofda qancha yuzing borligini bilgandan keyin Hasan pochaqni chaqirib uning kuniga 20 yan berdiganligini, ba'zi ishlarni ko'rsim ko'rmaslik selib olishni, agar sen so'rab qolsang deb qo'ydim, hech kim bo'za qilmaydi deb qo'yishni topilabdi. Nima? Hasan pochaq 20 yanga setilib ketibdimi? U mening 8 yillik yiqi og'inam edi-ku. G'azabdan yerilg'idek bo'ldim. Xat. Ko'rishib pulga to'ymaydigan gelni bo'g'izlatmaydigan bo'lsam, shundaqdimi o'zimni zo'rg'a besib oldim. Menga keragi Dilxumarning ishlari edi. Shuning bilan gapini davomlashtirdi u. Ular Dilxumarni kunda bo'zaq qilib, mollarini dastlab chaylab, harvisini chaqib, pichoq tiqib, uning bilan qanday ish qilganligini xuddi tashviqat qilgandek, ko'chada o'tgan kechganlarga to'lab, o'tirg'ilib, "Ba qo'yinglar, bir kechasiga manch bo'l" degandek gaplar bilan uni haqoratlabdi. Bichorani yoqilab, ko'krak kerib o'tirib chiqib, o'g'il bolada gap qildiganlardan birimi chiqmabdi. Texi ba'zi cho'ng-cho'ng odamlar uning yanchiqlariga yushirin olib telefon nomerini silib, tutqizib qo'yibdi. Bu ishlarni savdo bozoridagi bozor o'ynaydigan og'illarni anglasam, ular yanchiqchi bo'lgan bilan xeli g'urur bor. Biroq ularga nima amal? Unda ariq tergi bor bozorchilar ortiq gap qila olmaydi-da. Onun ustiga Dilxumar kunda chiqadi ekan. Ularmi kunda boza qildi ekan. Xat. O ishni qilg'izmasam bo'pti ekan. Orqa-orqadan bir necha rom kichivatdim. Bo'g'izimga bir narsa kaplashib, ko'zlarim ochiq bo'lib ketdi. Menga deydisi, mening ular bilan ozorlashib qolishimni xohlamagan gap. Bichora. Meni deb mendan azirib, mening uning halol ish qilganidan xo'sh bo'lganimni bilgachga, meni yana shu meni xo'shal qilaman deb o'zi bilan hisoblashmabdi. Hey dud. Menga desang bo'lmasmidi? Sen uchun jon ketsin mayli emasmidi? Ashularga seni bo'za qildirib qo'yarman-ma? Yo'q.
u mening ulardan qo'rqib qolmaydiganimni biladi. O cho'qim mening o'zi bilan yurayotganimni.